Abdulloh ibn Ravoha ayoli uni yig'layotganligini ko'rib so'raganida Qur'ondagi oyat sabab bo'lganligini aytadi. Astagfirullah. Va in minkum illa wariduha kana ala robbika hatman maqdiya. Sizlardan har biringiz unga tushguvchidirsiz. Do'zaxga. Sizlardan har biringiz unga tushguvchidirsiz. Bu Parvardigoringiz amriga binoan vojib bo'lgan hukmdir. Hamma o'tadi do'zaxdan. Summa nunajjil ladina taqaw va nadaru zolimina fiha jisiya. So'ngra taqvodor bo'lgan zotlarni undan qutqarurmiz va zolim kimsalarni tiz cho'kkan hollarida jahannamda qoldiramiz. Abdulloh ibn Ravoha aytayapti, hammani tushishini gapiryapti, lekin hammani chiqishini gapirmayapti Alloh. Men chiqamanmi, chiqmaymanmi? Shuni o'ylab yig'layapman. Biz shu darajada o'zimizga bahoyimiz kattaki, o'ylab ham qo'ymaymiz. Biz kalima keltirdik, bo'ldi musulmonmiz. Biz namoz o'qiyapmiz, bo'ldi, gunohlarimiz kechirilgan. Bu sahobalar tirigida bashoratni eshitib, jannat bashoratini shunday qo'rqib xavotir bilan yig'lashgan. Qachon biz Abdulloh ibn Ravohaga o'xshab yig'larkanmiz, birodarlar?